Nega haligacha maktabdan chiqmading? Siz kimsiz? Mendan nima xohlaysiz? Mening nomerimni qayerdan oldingiz? Kim ham bo'lardim? Bu menman, sening dadang. Nahotki meni tanimagan bo'lsang? Dada, bu aniq sizmi? Nega siz noma'lum raqamdan yozyapsiz? Ha qizim, telefonimni yo'qotib qo'ydim. Hozirgina boshqasini oldim. Endi bu nomer ham meniki. Siz telefoningizni yo'qotdingiz. Lekin menga yoza olyapsiz, qiziq. Agar menga ishonmasang, oyingga telefon qilib so'ra. Yo'q, nega endi? Men sizga ishonaman axir, dadajon. Shunchaki menga selfi tushib yubora olasizmi? Balki endi ishonarsan qizim. Bu rasmni internetdan olmadingizmi? Nimalar deyapsan? Dada, meni biroz qo'rqitdingiz. Kechirasan qizim. Nega haligacha maktabdan chiqmading? Ha, biroz ushlanib qoldim. Axir soat 7 bo'ldi-ku. Dada, axir bilasiz-ku, men 2-chi smenada o'qiyman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Chiqyapman dada maktabdan. Yaxshi qizim. Unda seni hozir bir taksi olib ketadi. Qanaqa taksi? Qayerga olib ketadi? Men buyurtma qilgan taksi. Hozir yoningga mashina keladi. Sen unga qo'rqmasdan o'tiraver. U mashina seni mening yonimga olib keladi. Oyimga aytib o'tirma, bilishi shart emas. Qanaqasiga? Dada, axir siz kechagina bir haftaga komandirovkaga ketgan edingiz-ku. Qanday qilib taksi meni sizni yoningizga eltadi? Ha, men kecha komandirovkada edim. Shunchaki reja o'zgardi. Qaytishga majbur bo'lib qoldim. Qiziq va shubhali. Mening esa hech qayerga borgim kelmayapti. Qizalog'im, nima sen meni sog'inmadingmi? Nahotki meni yaxshi ko'rmasang? Qanaqasiga otang yoniga kelishni xohlamasa? Nimalar deyapsiz dadajon? Axir men ham sizni yaxshi ko'raman. Mayli dada, siz aytgancha bo'la qolsin. Barakalla. Mashina ham yonimga yetib bordi.
Shu mashinami dadajon? Ha o'sha. Tezda borib unga o'tir. Dada, axir siz yaxshi bilasiz. Men begonalarning mashinasiga o'tirishni yomon ko'raman. Xavotirlanyapman. Sen xavotirlanma. U taxi mening yaqin o'rtog'im bo'ladi. U seni mening yonimga olib keladi. Shunday ekan aslo xavotir olma. Men seni intizorlik bilan kutyapman. Yaxshi. Unda men mashinaga chiqyapman. Video birozdan so'ng davom etadi. Siz esa ungacha videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Agarda sizga ham begona nomerdan noma'lum mashinaga o'tirishingizni so'rashsa, siz nima qilgan bo'lar edingiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Abror aka, g'alati hodisalar bo'lyapti. Nima qilishga ham hayronman. Qanaqa, nima bo'ldi, tinchlikmi? Men bir noma'lum bo'lgan begona mashinadaman. Chunki buni dadam iltimos qildilar. Nima qilibdi? Nimasi g'alati buni? Haydovchi. Dadam mashina seni mening yonimga olib keladi degandilar. Mashina esa meni umuman noma'lum yoqqa olib ketyapti. Balki dadang o'sha yoqlardadir. Bilmayman, lekin men xavotirdaman. Hattoki 1 soatdan beri noma'lum yo'nalish bilan ketyapmiz. Balki haydovchidan so'rarsan. Qayoqqa ketayotganlaringni? Men so'rayapman, ammo u javob bermayapti. Nega javob bermaydi? U nima gungmi? Bilmadim, yoki kar. U shunchaki rolni boshqarib ketyapti. Xuddi u Robitdek. Men so'rasam u jim o'tiribdi. Men uning yuzini oynadan ko'rib qoldim. U judayam qo'rqinchli ekan. Abror aka, men qo'rqyapman. Qiziq va g'alati. Ha, g'alati. Bu yerda nimadir g'alati va menga bu yoqmayapti. To'xta. Senga dadangman deb yozgan kishining 100% dadang ekanligiga aminmisan? Axir u kechagina uchib ketgandi-ku.
Bu yerda bir gap bor. Ha, uchib ketgandilar. Lekin rejalari o'zgargan ekan. Balki bu fikring xatodir. Bilmayman. Qo'rqyapman. Nima qilay? Meni eshit. Avval nima bo'layotganini tushunib olaylik. Xo'p. Lekin men ich-ichimdan qo'rqib ketyapman. Sen dadangga qaytadan yozchi. Barchasiga aniqlik kirit. So'ra, qayerda u, seni qayerga chaqirdi va o'zi nimalar bo'lyapti? Xo'p. Men judayam qo'rqyapman, dadajon. Hech nimaga tushunmayapman. Haydovchi meni qayerga olib ketyapti? Alo? Dada, javob bersangizchi. Qizim, nimalar deyapsan? Tushuntiribroq gapirsangchi. Qanaqa haydovchi, tushunmadim. Qayerga ketyapsan? Dadajon, hazillashmang. Men sizning do'stingiz bilan sizning oldingizga ketyapman. Mening qaysi do'stim bilan? Axir men kechagina uchib keldim-ku. Sen ham bu haqida bilasan. Qanaqasiga sen mening yonimga kela olasan? Men boshqa davlatdaman-ku. Nima dada, nimalar deyapsiz? Siz o'zingiz aytdingiz-ku. Rejalarim o'zgardi dedingiz-ku. Ortga qaytgansiz va men bilan uchrashishni xohlagansiz. Qizim, men u emasman axir. Nimalar deyapsan, qizim? Qayerdasan? Nima? Dadajon, qirqib ketyapman. Demak, u siz emassiz. Demak, men noma'lum yoqqa ketyapman. Biz hozir to'xtadik. Endi nima bo'ladi bilmayman.
Qizim telefoningni olib qo'yishmaslardan turib tezda politsiyaga telefon qil. Shunchalik jinniga o'xshaymanmi? Xullas qizing mening qo'limda. Uni vaqtinchalik shu yerda saqlab turaman. To'g'ri, sharoiti sal og'irroq, lekin yomon emas. Qizimni nima qilding, ko'ppak? Kimsan? Qizimni qo'yib yuborma Aras. Yo'qsa nima yo'qsa? Hech narsa qila olmaysan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Shuning uchun ham men aytganlarga diqqat qil, boyvachcha. nima xohlaysan? Xullas qizingni ko'rishni xohlasang 20 ming olib men aytgan manzilga kelasan. 20 ming. Ha, ko'kidan. Axir sen uchun pul hech narsa emas-ku. Xavotirlanma. Hozircha qizing yaxshi. Lekin ertagacha pul qo'limda bo'lmasa ahvol jiddiylashishi aniq. Iflos. Jahlimni chiqarma. Yaxshi, yaxshi. Aytganingni qilaman. Ammo qizimga boror bir kor hol bo'lsa. Xavotirlanma. Pulni olib kelasan, qizingni olib ketasan. Ota belgilangan joyga aytilgan pulni olib bordi va qizini yomonlarning qo'lidan xalos qildi. Endi siz aytingchi, qizning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lar edingiz?